Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sana 2025-yil 17-may. Jizzax viloyati Forish tumanidamiz. Sherikchilikka ekkan kavrak bo'ldamiz. Rudiya kam xonadonlariga 40 sotuvga 30 ming 35 mingtacha 1 yoshli kavrak ko'chatlarini ekkanmiz. 3 ming 4 mingtacha orasida 2 yoshligi ham bor. Hop 40 sotuvimiz 4 ta kartaga bo'lingan. Hozir bu birinchi kartamiz. Hozir qolgan kartalarni ham ko'rsatamiz. Bu yilgi rejamiz bu 40 sotuvlik poliyamizga 100% kapelning sistema o'rnatib 30 mingta 35 mingta ko'chatni 100% dorilarimizda boqib, bu yil 2025-yilda o'zida shira olish maqsadimiz bor edi. Bu yerda kapelning sistema o'rnatishga sharoit to'g'ri kelmagani uchun kapelning sistema o'rnatish rejamiz 2026 ga qoldi. Shunda ham dorilarimizdan 2-3 marta suspenziya qilib quydik, foydalandik. Poliyamizni salkam 50% tesha dastadek baklashgan qo'pqog'idan kattaroq bo'lgan. Bu yil shiraga ishlamadik. Keyingi yil 2026-yilda to'liq dorilarimizdan foydalanib 2026 da to'liq shiraga ishlamoqchimiz. Ko'rib turibsizlar, ko'chatlarimiz yirikligi, kattaligi. Asosiy ko'chatlarimiz 99% ko'kargan. 2 marta suspenziya qilib dori quyganimiz hisobiga ko'chatlarimizni kundasi ham kattaligi yomon emas. Eng kichkinasi ham bosh barmoqdek, kattalari tesha dastaga yetib qolgan. Bu uje boya videoni boshida aytganimizdek 3 ming 4 mingta 2 yoshli ko'chatlar ekkanmiz deganman. O'sha poliyamiz, kichkinaroq poliyamiz. Bu 2 yoshli ko'chatlarimiz qalinligi, ruchkani qalinligidek ko'chatlar ekkanmiz. Boshqa poliyalardagi ko'chatlar ruchkani naydi, zapasdek ko'chatlar. Bu zapasdek ko'chatlarimiz ham shu 2 yoshli ko'chatlarga yetib olgan. Pashti dorilarimizni 2 marta ichganning o'zida. Bu ko'chatlarimizning qalinligi tesha dastadan ham teki qalinroq. Bu uje 3-poliyamiz. Orqa tomonida 4-poliyamiz. Umumiy 40 sotuvlik poliyani 4 ga bo'lganmiz. Xonadonning ichida bo'lgani uchun, har xil sharoit bo'lgani uchun. Ko'chatlarimiz asosiy 99% ko'kargan. Xohlasa ko'rib turibsizlar. Bu 2 yoshli ko'chatlar, bu zapasda ekilgan 1 yoshli ko'chatlar. Xudo xohlasa 2026-yilga to'liq kapelning sistemani o'rnatib, dorilarimizdan to'liq foydalanib, 26-yilga to'liq shira olishga poliyamiz tayyor bo'ladi, xudo xohlasa. Bu yil endi kapelning sistema o'rnatishga sharoit bo'lmagani uchun o'rnata olmay qoldik. Keyingi yil xudo xohlasa hamma kamchiliklarni to'g'rilab 100% kapelning sistema o'rnatib, dorilarimizdan foydalanamiz. Kuzatib borasizlar. Hozir ruchkani mana shu zapasda ekilgan poliyamizdan hozir bitta ko'chatni ko'lab, kunlarning qalinligini ko'rsatib beramiz. Kuzatib borasizlar. Sizlarga yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Dorilarni o'z vaqtida, vegetatsiya davri boshlangan paytida dorilardan foydalanish boshlasanglar, to'liq kapelning sistemada foydalanish boshlasanglar, vegetatsiya davri cho'zilib, ko'chatni semirish davri, kunlarning katta bo'lish davri cho'ziladi dorining kuchi bilan. Mana bu poliyamizga ham 40 sotuvlik poliyamizga 2 marta suspenziya ko'chat dori quyganmiz. Shu dorimizni hisobiga vegetatsiya davri cho'zilyapti. Bitta ozgina vegetatsiya davri tugagan joylari ham bor. Umumiy holatda poliyani 70-80% hali ishlayapti. Vegetatsiya davri cho'zilyapti dorining hisobiga. Boshqa viloyatlarda vegetatsiya davri tugagan. Bugungi holatga bizani hozir Qashqadaryoda vegetatsiya davri tugagan. Jizzax issiqligi ham, Forish tumani issiqligi ham Qashqadaryodan qolishmaydi. Dorimizning hisobiga vegetatsiya davri cho'zilyapti. Mana ko'ryapsizlar, hamma yoq qurigan. Faqat shu poliyamiz ko'mib o'tiribdi. Kuzatib borasizlar. Dorimizdan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun kapelniyni tavsiya qilamiz. Kapelniyda rezultat suspenziyadan ancha effektliroq bo'ladi. Xuddi shu poliyamizdan ruchkani naydi ekilgan kartadan bitta ko'chatni ko'lab, tegiga kundasini katta kichkinaligini olsizlar ko'rsatamiz. Kuzatib borasizlar. 17-may.
tushgani naydi bo'lgan bular. Ha. Hammasi tushgani naydi bo'lgan. Kelib qoldi aslan. Qo'lidan turib ham ochishdan bo'ladi. Yo'q. Ha. Ha. Qo'limda yo'q. Bosh bor. Qopqog'i yo'qmi? Baklashgan qopqog'i Tashdi o'shanga borib qolgan bulam. bosh barmoqdan katta, baklashgan qopqog'i ozgina yetmaydi. Ha. Bosh barmoqdan ancha kattalik. Bosh barmoqdan katta. qolgan. Bosh barmoqdan katta. Ha, bosh barmog'imni qo'yaman. Bosh barmoqdan katta. Ancha katta. katta. Mana. Ancha. Qopqoq plus minus ekanda. Qopqoq plus minus bor. Ha, da. Baklashgan qopqoq plus minus bor. Bor qo'yib qo'ying. Ko'chat. Qo'lyamizda buyuk ishlarimiz yakunlandi. 2026-yil to'liq kapilni sistemaga o'tkazib, xudo xolasa dorilarimizdan to'liq foydalanib, shira olish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Kuzatib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.